hozirgi kunda toza asal yo'q, tabiiy asal yo'q deydi ko'pchilik. Kommentariyada shunaqa ko'p yozishgan shu so'zni, kim toza haqiqiy asalni xohlasa, mana do'konga kelsin yoki O'zbekiston bo'ylab dastavkamiz bepul. Bemalol zakaz qilsin. Ko'nglini to'q qilsin, toza asal. Bizda hammasi O'zbekiston Respublikasi laboratoriyasidan, mana bu oziq-ovqatlar laboratoriyasidan o'tkazib, keyin sotuvga chiqariladi. Hech qanaqa bir aralashma yoki yolg'on yo'q bizda. Hammasi haqiqiy asallar. Tabiat yaxshi bo'lgan joylardan terib kelganmiz. Rossiyani, masalan, Kavkaz, Bashkiriyadan terib kelganmiz. Mana O'zbekistonning tog'li hududlari, tog' bo'lganda ham juda ham yuqori tog'lardan terib kelganmiz. Asallarning hammasini sifatiga alohida e'tibor beramiz. Katta yolg'on asalda bor, to'g'ri, lekin biza o'shanga qarshi bo'lib, mana bu asal do'koni ochilgan. Bu asal do'konida hammasi bittalab chertib tanlangan. Mana hozirgi kunda 15 xil asalimiz bor. Kimni tabiga qanaqa asal kerak bo'lsa, mana bu yoqdan kelib topsa bo'ladi. Xohlasin zakaz qilsin.